Hammaga salom. Bugungi videoga chap tomondan orqa bilan rampaga qo'yishni ko'rsatib o'taman. Bu yangi fura haydashni xohlaydiganlar, fura haydab yurganlar ham ayrimlari rampaga qo'yishni bilmaydi O'zbekistonga. O'shalar shu videoni ko'rsa agar, короче, ancha tushunadi qanday rampaga qo'yishni. Rampa apasli rampa. Nimasi apasli? Короче, chetlariga turba qo'yilgan, pritsepni, balonini ushlaydigan mexanizmlari ham bor. Akkuratni, diqqat bilan kirish kerak, чтобы ham turbalarga, chetga ikkita turbaga ham urmaslik kerak. Yana u balonni ushlaydigan mexanizmini ham короче, ishdan chiqarmaslik kerak, u ham qimmat. Короче, balonni ushlaydigan mexanizm. Hozir ko'rsataman. Почти rampaga keldim. Hozir promkani, xonani yo'lning ichiga yuribman. Короче, sklad. Короче, bu skladga iloji boricha hushyor bo'lib, qonun qoidalarga rioya qilib haydash kerak. Ana bu strelka orqali против движения kelmaslik kerak. Bu yerda bir tomonlama yo'l. Ikki tomonlama emas. Biz mana bu rampalar 17-chi A17 rampaga qo'yishim kerak. Birinchi haylo ko'rdik, A17 oxirgisi ekan. Birinchi qilayotgan ishimiz rampaga to'g'ri podxod qilishni o'rganish kerak. Asosan 70% oson ishni ana shu rampaga to'g'ri kelganingiz hal qiladi. Ana rampaga tekis kelamiz. Haylo A17 o'shani qo'yish kerak. Mana keldikmi, boshini u yoqqa cho'zamiz. Do konca zaborga yopishgancha, чтобы ko'ti hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham nima to'g'ri bo'lsin. Primoy to'g'ri ololmaymiz, joy kalta. Rovna to'g'ri qilib bo'lmaydi, zabor bor. Shuning uchun zaborgacha kelamiz u. Ana bunday qo'yamiz mashinani. Ana oynadan ko'rsangiz bo'ladi. Hozir tushib yana ko'rsaman. Mana короче, уже chala taq bo'ldi ko'ti. Mashinani ko'ti. Ana bunday. Biz ana bu rampaga kirish kerak. Короче, vazifamiz ana bu rampaga kirish kerak. Hozir bu yoqdan qarasangiz agar, ana qarang. Hozir to'g'ri ana shu bukilgan jarayonga shunday to'g'ri kelsam, ko'ta ana shu yerga kiradi. Mana shu rampa, ana bu turbalar, ana bu mexanizmni urmaslik kerak. Ana bu mexanizm juda qimmat. Короче, shera eshikni ochishimiz. Ochsak bo'ladi. Mana eshikni ham ochdik. Ana endi rampaga kirishni boshlaymiz. Короче. Ana endi sekin boshlasak, arqa ketishni, rulni ko'p qaytarish kerak emas. Chunki mashin bukilgan уже. Ana ozgina ana rulni qarang, ozgina bukilish kerak. Ozgina o'zi ana bunday tekis bo'lsa, mana bunday yarim оборот ana ozgina rulni bukasiz. Ko'p bukmang, chunki mashin уже bukilgan. Aytdim-ku, boshiga kirishga, zaxotga nima qilish kerak deb. To'g'ri kirish kerak. Ana bu yerga ham 1 metr joy qo'yganman, u yoqqa 1 metr, 1,5 metr. Чтобы bemalol manevr qilish uchun joy yetishi uchun. Ko'rdingizmi? Nima? Pritsep tomoni u yoqqa chiqib ketdi zaborga. Agar joy bo'lmasa zaborga tegardi, ko'p yoqqa ushlaganib. Ana o'zi ko'ti past taq bo'ldi. Yana ozgina arqa shundan ketaman. Ana. Ozgina rulni do konca burganim yo'q. Yana shundan ketaman u, o'zi mashinani ko'ti taq bo'ladi, xudo xolasa. Bu yoqdan ham
xabar olish kerak. Uje ana shu yarimta kegildingizmi, uje to'liq mashina hali taqib bo'lmagan. Uje tegachini to'g'rilashni boshlashingiz kerak. Agar to'g'ri bo'lgandan keyin taqlayman desangiz, ulgurmaysiz, uje ana bu zdaniyaga tegib ketadi. Uje tez ana uje balonni polni aylantirganman. Uje tez tegachini taqlashim kerak sostavni. Bu yoqqani sal yaqinlashdi. O'sha uchun buna to'g'ri kelamiz-ku. Qaytib yana nima qilamiz? Bu tomonga to'g'ri kelayotgan vaqt zabordan ehtiyot bo'lish kerak. Shu yo'lingizdagi bu zaborga nima bo'lmasin. Ana, ko'rdingizmi? Uje taq bo'ldi, почти. Ana shu yangi fura haydovchilar xatosi, masalan, ana shu haylo palasaga to'g'ri bo'ldi ketdi, lekin sostav qiyshiq. Shu vaqt dalchi zadni qilib, sostavni to'g'rilashga harakat qiladi. Lekin bu vaqt o'sha zadni qilmaslik kerak, to'xtash kerak sera, to'g'ri bo'ldimi? Endi oldinga ana ozgina joy bu, oldinga cho'zib furani to'g'rilashga harakat qilish kerak ana. Ana buni qilsangiz agar bu oyna, bu oyna yana bu zaborga maksimal to'g'ri bo'ldi, tamom, fura. Ana endi to'g'ri arqa ketsa ekan, joyiga kirib ketadi, короче. Shoshilmaslik kerak, tez arqa olish tavsiya etilmaydi вообще. Короче, bu tomondan, ana hozir bu tomondan hech nima ko'rinmaydi, palasa. Bu tomondan ko'rinmadimi? Ana bu oynadan palasaga to'g'rilash. Haylo palasa bilan baravar qilasiz. Ana, bu yoq o'zi taq. Palasaga taq bo'lgan. Buni ham harakat qilib ko'rindi. Palasa bilan bir xil. Ana endi to'g'ri etib qo'yish qoldi, tamom, vazifamiz. Albatta bitta qo'yilga telefon bitta qo'yil bilan boshqarib kirish qiyinroq. Endi iloji boricha harakat qilamiz-da. Bu yonimga bir kishi video olayotgan bo'lsa-ki, yaxshi bo'lardi. Xullas sekin kelish kerak. Ana urildi, tamom. Sekin kelish kerak. Danq urmaslik kerak. Qirsak bukiladi urilayotgan joy. Xullas ana qo'yib oldik. Hozir ko'rsataman qiyra qanday kirganimizni. Ana shu nima bilan, chiziq bilan orientirish shu chiziq. Keyin agar bu chiziq bo'lmasa, ana bu rampaga ham, rezingiga ham ana bu chiziq bor. O'sha ikkita chiziq ikki tomondan ko'rinishi kerak. Bu balonni ushlaydigan mexanizm. Hozir ichkaridan knopkani bossa, bu keladi-yu. Bu keladi bunay. Ana bu nimasi ko'tariladi. Ana mexanizmi bunay. Короче, ko'tariladi yuqoriga. Ana beri ana balonni ushlaydi. İşte bu motion ketmasligi uchun bu mexanizm o'rmaslik kerak. Xullas ana shu nimaga jarayonga qo'ysangiz shoshilmay, hech qanaqa nima bo'lmaydi, kasak bo'lmaydi. Ko'pchilik ana shu turbalarga, o'sha mexanizmga mashinani uradi, shoshilib. Endi bu taraf
Bu tarafga turbay barduri qo'ygan. Ana bu tarafga mana palasa bilan qo'yasiz. Ana u aytganim rezingdagi oq palasa ham mana chiqib o'tiribdi. Xullas orientir shu. Bu tomon, u tomon o'sha oq palasa ko'rib turishingiz kerak oynadan. Ana qarang, mana oldingi shoferlar qanaqa qirib tashlagan. Nimani? Xullas ana shunday kirish kerak. Mayli, hay, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Endi iloji boricha bundan keyin vaziyatga qarab, nimaga, vaqtga qarab, qulaylikka qarab shunaqa videolarni qo'yib ketaman. Mayli, hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'ling.